Amerika yoki boshqa davlatlarda yurganlardan juda ko'p so'ralgan savol, qachon qaytasan yoki nimaga qaytmayapsan? Kecha kunuzda yangi material chiqdi. Ko'rdingizmi yo'qmi bilmayman, mana. Xullas, O'zbekiston xalqini himoya qilish kerak bo'lgan, xalq soliqlaridan bolalarini boqadigan bir to'da ichki ishlar xodimlari boshqa bir amaldorga nisbatan shaxsiy adovat sababli muammoga umuman aloqasi bo'lmagan bir ayolni yechintirib, o'zlaricha kompromat saxtanlashtirmoqchi bo'lishgan. Do'pposlashgan, sharmanda qilishgan, videoga olishgan, eri, oilasi, ishi va hattoki bolalari bilan qo'rqitishgan. Rejalari o'xshamagandan keyin ayolni jim yurish kerakligini uqtirmoqchi bo'lib, yana qo'rqitishgan, pul taklif qilishgan va hozirgacha ham zimdan kuzatib yurishganmish. Esingizda bo'lsa, Toshkent viloyatida adashmasam, bitta sobiq deputat ayol bilan ham xuddi shunaqa voqea bo'lgan edi. Voqeadan oldin aktiv xalq dardini hokimiyatdan talab qilib yurgan ayol voqeadan keyin jim bo'lib ketgan edi. Endi Amerikada yoki ba'zi bir boshqa g'arb davlatlarida yashaydigan odamni qaytasizmi desangiz, qaytmaydiganlarning ko'pchiligi pul uchun emas, qonunsizlik uchun, adolatsizlik uchun qaytishga ikkilanadi. Yuqoridagidek Godfather, ya'ni cho'qintirgan ota kinosidagidek mafiyalardek harakat qiladigan, bizda asosan, hammasi emasdir, lekin asosan va eng kattasi davlat amaldorlarining o'zi. Har qanaqa shaxsiy ishini bitirish uchun ham lavozimidan foydalanadi. Oylik 5 million so'm, lekin uchastka quradi, yangi mashina binadi, puli qayoqdan keladi so'raydigan odam yo'q. Deklaratsiya haqida qonun hali ham qabul qilinmaganining sababi ham shu. Xuddi shunaqa sxemalar asosida bo'lganligi uchun ham tubdan chuqur o'zgaruvchi islohotlar qilib bo'lmaydi. Yoki bir-biriga qarindosh, yoki bir-biriga nisbatan qanaqadir kompromat yig'ib qo'ygan, u endi o'lgunicha qanaqa jinoyat qilsa ham shu davlat tizimida u kreslodan bu kresloga sakrab yuraveradi. Siz g'arbda yashaganingizdan keyin qonunlar rostdan ishlashini ko'rganingizdan keyin qonun ishlamaydigan adolatsiz vaziyatlarga chidolmaydigan bo'lib qolasiz. Shunda tanlov bo'ladi. Tizim bilan birikib ketib, siz ham xuddi shulardan biriga aylanasiz. Ko'r-ko'rona ergashuvchi, porasiz kuni o'tmaydigan, noqonuniy ishlarini noqonuniy ishlar bilan yopib yuradigan, vijdonsizga aylanasiz yoki jim turishga majbur bo'lasiz, yoki gapirasiz, keyin qamalish va qochishdan birini tanlaysiz. Shuncha narsani eshitib ko'rib qanaqa qilib qaytasiz? Birozga qaytib borsangiz ham birinchi kundan qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik, poraxo'rlik, adolatsizlik bilan tanishtirib qo'yishadi. Chunki tizimni o'zi tag-tugi bilan shunaqa. Borib yashash uchun ustingizdan tepib o'tib ketsa ham qo'y yoki baliqdek jim yurish kerak. Bu narsani sezmaydigan, his qilmaydiganlar ham, ishonmaydiganlar ham bor. Ular asosan o'zlari shu tizimning bir qismi yoki tashqarida, O'zbekistondan tashqarida qonun borligi va ishlash haqida xabari yo'qlar, yoki hozircha shunchalik kichik va ahamiyatsizki davlat va davlat xodimlari